Kechqurun soat 1-2 gacha ishlaysizlar. Signalda ovozdan biz uxlay olmaymiz. Ko'chirib bo'lganda siyib tashlashyapti. Mani ko'cham mana shu burchakka mana shu tualet bo'lib ketadi. Bittasini haydasangiz, ikkinchisi odam siyib ketadi ko'chaning ichida. O'zingiz farzandlaringiz bor akajon? Mana shu yerda farzandlaringiz o'ynagan bo'larmidi? Aytib to'g'rilattirib beramiz. Endi eshityapmiz aka. Bu mana aka o'zlari Marta kirishgan, mana opa ham kelgan. Voy, necha Zam hokim necha marta kiribdi? zapravka qurilayotganda rozilik olganmisizlardan? So'ramagan? Shu yerda yashaysizmi o'zi? Signal chalganlari to'g'risida e'tiroz bildirsalaring, zapravkani ishchilari o'rganib yurishadi. Tashqariga biz javob bermaymiz. O'zimizni hududimiz rishotkaning ichiga javob beramiz deyishdi. Necha marta kirgan bo'lsak. O'rnalar to'kildi, aytdimki yosh bolalar o'tadi, bog'chaning yo'li birortasini boshladi, 1-2 to'kildi, kelib terib ketishdi ishlardi. Biz bu yil necha marta telefon qilib portallargacha chiqib, boshlig'iga kirsak, eshitishni ham xohlamadik. Bularda bitta aka iltimosi bo'lyapti. Biz roziligimiz olmaganiga yarasha hech bo'lmasa maytlarimiz bir obodonlashtirib, bir asfaltlashtirib, mana shu devorni o'g'nab bersin deyapti. Roziligimiz olmagan-ku deyapti. Batlar qishda hojatxonada devorlarimizni tagi. Aholining roziligisiz metan zapravkani quryapti. Sizlar tomonidan qilinayotgan e'tirozni eshitmayapti. Eshitmayapti. To'g'rimi? Zam hokimga aytgan edim. Ularni ko'rib bittasi bosib qolsa nima bo'ladi? Kim javob beradi deganman. Hozir xo'p bo'pti, yoz kunisida, hozir yo'q o'chir. Ertaga yana qish shu ahvol ishlaysizlarmi? Albatta aholi bor-ku. Devor tagini yo'qligini ko'ryapsizmi? Bu ertaga bironta bir yoshlarning ustiga tushib ketishi mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin, 100% biz buni ham aytganmiz, qilib beraman. Necha marotaba aytgansizlar? Rosa ko'p kirganmiz. 2 yil davomida. Bir Aholini yil kirganmiz. eshitmayaptimi? Eshitgan yo'q. Tadbirkorimiz. Yo'q, eshitgan yo'q, umuman eshitgan yo'q. Rozimidilaring matkaga zapravka qurilayotganini so'raganda Hech kim bilgan yo'q. hech kim bilgan yo'q. O'z ochimchalik bilan qurib yuborgan. Aholining roziligini olish kerak. Bizdan olgan yo'q, mana shu yerda birorta qo'shnidan olgan. Mana shu yerda yashar ekansiz. Bir devor ekansiz. Mana shu. Olmasdan turib yoningizga quryapti. Hop. Metan zapravka qurilayotganda rozilik so'raganmisizlar? Yo'q, so'ralmaganda. Qani uyingiz qaysi biri? Mana ketash. Mana shu ikki etajli siz uyingiz, bir devor ekansizda. Buni mahalla komitetga eshitganmiz, yig'ilish bo'lgan, bilmaymiz kimlar qo'l qo'ygan. Batta mana shu ko'chada yashaydigan odamlar qo'l qo'ymagan. Divorda turmanglar, qo'qasa odammi? Qo'shsa qo'qamani, so'mani. O'zi kim ruxsat bergan? Kim qo'l qo'ygan? Qaysi qo'shni qo'ygan? Olib chiqinglar, bir ko'raylik o'shani. Biz aslo o'sha hujjatni ko'rmadik. O'zbek neft gaz inspeksiyasi holatga o'zlari qonuniy baho beradi degan umiddamiz va biz bu mavzuga albatta qaytamiz azizlar. Bizni kuzatishni davom eting. Rahmat. Антикоррупция. Familyam Tojboy, ismim Yorbek. Ijtimoiy tarmoqlarda ertalab mana devor chiqqan ekan. Bizga surishtirib kelguncha deb chiqarishgan ekan. Mana qulayotgan devor, shumi? Shu devor. Bu bosib aytib hozirman. Mana shu devor ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan ekan. Mana shu qulayapti, yosh bolalar yuryapti, bosib qolishi mumkin degan mazmunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Bu devor kimga tegishli? Paxta zavodniki. Paxta zavodniki. Hozir kimga tegishli? Zapravka bor. Adashmadimmi? Zapravka qurilayotganda rozilik olganmisizlardan? Yo'q. So'ramagan? Shu yerda yashaysizmi o'zi? Ha, yana o'sha yerda. To'lam bor. Umuman so'ramaganmisizlardan zapravka qurilayotganda? Nima qilaman? Bir devor ekanda sizlarga. Rozimidilaring matkaga zapravka qurilayotganda so'raganda? Hech kim bilgan yo'q. Hech kim bilgan yo'q. O'z ochimchalik bilan qurib yuborgan. Rahmat. Yaxshimisiz aka? Yo'q, chiqmasiz unda gaplashmayman. Bo'ldi, sen yopib o'ring. Mana shu hudud ekanda, shuniki. Mana bir devor aholi bor ekan, mana yerda bu ham so'ramagan deyapti. Hurmatli kuzatuvchilar. Naryoqda ham mana shuncha aholi bor, so'ramagan deyapti, qurgan deyapti. Mana shu qulayotgan devor mana hudud egallangan. Tashlandiq ahvolda, qarovsiz ahvolda yotibdi. Ruxsatsiz qurilgan, aholining roziligi olinmagan, eshitilaring o'zlaring. Endi hozir ma'muriyat kimigina endi?
Endi so'ramasdan qurgan ekan aholidan, biz ham so'ramasdan eshigini ochib ko'rib olaverdik. Hormayli, rahbariyat kerak aka. Assalomu alaykum. Familiyam Tojiboyev, ismim Elyorbek. Aholidan e'tiroz tushayapti turibdi. Kim bilan gaplashsam bo'ladi? O'zim aka, tashqarida bir qator chiqsiz. Ha. Kim o'sha? Kim bilan gaplashsak bo'ladi? Aytda odamlar to'planibdi-da, aholi. O'shanga tezlashtirishimiz kerak akajon. Devor masalasida hamda o'sha aholining roziligi olinmasdan turib qurilgan ekanda zapravka. Aholi hozir bizdan rozilik olmagan deyapti. Agar rozilik olingan bo'lsa, hujjatlarni bir qator ko'rib chiqsak bo'ladi. O'shaning uchun rahbariyat bizga kerak akalar. Qancha kutib tursak bo'ladi-chi? Bo'ladi. Qancha kiribsiz? o'zi chegarasi bilan rastayanlar Aholi yashash punktidan 1 kilometr uzoqlikda qurilishi kerak. Shenkan talablarida. 1 kilometr. O'shanda ham bari aholining roziligi olinadi. O'shanda ham rozi. Ha, hozir endi bu yerda eng asosiysi devor masalasi. Devorlari qulab yotibdi, qarashmayapti atrofida. Yaxshi bola boshqa. Ya biz e'tirozimiz yo'q. Aholining endi e'tirozda endi jon aka. Siz ham endi o'sha aholini bir qatlamisiz-da. Bular ham aholi. Bular ham aholi. Chiqyapti tarmoqqa beryapti. Iloji o'rganib beramiz-da. Ashdan qatdan mashina bolachalar o'ynab yuribdi. Ustiga tushib bosib olsa, shunga ham qarash kerak-da baribir. Shunga qarash kerak. Erta bitta ovqat kelib chiqmaslik kerak-da. Pulni qilyapti, qilmayapti, bas hech kim e'tiroz bildirgan yo'q, qarshilik qilgan yo'q. Devorni qilib qo'yish kerak-da atrofni. Ana zapravkani hududi ekan-a. Ana devor nurab yotibdi. Yiqilyapti. Bu birinchi masala. Mana hozir rahbariyatiga xabar berdim, kelyapti. Bu tarmoqqa chiqibdi-da bizda. Menga tashab berib o'rganib ber deyapti. Mana o'rganishga keldim aka. Buni bartaraf qilmasak bo'lmaydi. Bu to'g'ri e'tiroz, haqli e'tiroz, bu haqniki. Chunki ertalab bolachalar mashina o'tayotganda chekkalab o'tsa, Xudo ko'rsatmasin og'anashi mumkin. Menimcha adashmasam bu devorga kami bir 80 yo 90 yil bo'ldi. Chunki zavod paytida bo'lganda. Xo'p, shepim ko'mga qilyapti. Yuzingizni bekitib qo'yamiz. Bekitib qo'yamiz. Mana shu yerda yashaysiz. Aholining roziligini olganmiz zapravka qurilayotganda. qo'l qo'yib berishgan ekan. O'zlaringdan bilmaysizlar. Yo'q, men qo'l qo'ymaganman, men qo'yib berishgan ekan qo'shni. Hozir 3 ta eshikka kirdim. Mahalla komiteti talab qilgan ekan-da, shu rizasi. Qo'l qo'yishgan ekan. 3 ta eshikka kirdim-da. 3 ta eshikka kirdim, birortasi ham qo'l qo'ymaganman dedi. Mana shu yerda necha yildan beri yashaysiz, xola? Gapirib bering siz ham, siz ham eshitaylik. Men 17 yil bo'ldi. 17 yildan beri yashaysiz. Undan ko'p. Men 70 yil yashayapman. 70 yildan beri yashaysiz. Ota ismingiz kim? Mahamajon. Mahamajon tog'a. Sarmsaqov. Umuman mana hozir mana shu qator bilan gaplashib chiqyapman. Hech kim roziligini olmagan deyapti. Ya olgan. Men nima dedim? Olgan dedimmi? Olgani yo'q, aytmadim-ku sizga. Yo'q, yo'q. Men sizni oldi demayapman. Olmagan deyapti, qolganlar ham deyapman. Fikringizga qo'shilyapti deyapman. Mana qo'shilaman fikriga. Mana shu devorlar asha ahvolda turishi yaxshimi? Oldingi mahalla hokimiga, zam hokimga aytgan edim. Hozir boshqa yangi bo'libdi, kecha safar keldi. 2-3 marta aytganman men unga. Mana ko'ringlar dedim. Meni ko'rib bittasi bosib qolsa nima bo'ladi? Kim javob beradi deganman. Ana necha marta kiraman chiqishdi. Oldiga o'shalar. Bizlar kirib chiqqanmiz. O'shanda mana asfalt bo'lmadi dedim. O'g'illar bo'lib ketdi, bag'i bo'lgan yo'q, o'g'illar tomonlar hamma yo'q asfalt. Aytdim yangilar men o'g'lim oqartirib qo'ying bizni. Qarang, meni uyim peshonasida. Birov kelsa nima deydi dedim. Mayli suvay nima qiling, oqartiring yo yordam ham beramiz. Yiqiladi-da, o'tgan safar aytdim. Nima ko'rding-ku? Ya kirib chiqib, shu bilan tomon yo'qolib ketdi. Necha marta kirildi. Sizlar kirib aytsalaring, mensishmayaptimi? Qilamiz deyishdi. Necha marta kirdik, qilamiz deyishdi. O'rnayoqlar to'kildi, aytdimki yosh bolalar o'tadi, bog'chani yo'li birortasini bosadi, bir-ikki to'kildi, kelib terib ketishdi ishlardi. Endi birovni boshiga tushadi, butun bolalar o'tadi. Napatki bilan yurishni olib ketishdi. Kiraman men har to'kilganda kirib turardim. Suv
yashaymiz, nima qilamiz deyishadi. Yo suv. Aka 1 minut shu yerda yashaysizmi? Ha, ana bolachalari ham bor ekan akani. Mana bolachalar ham o'ynab yuradimi mana shu yerda? Endi Aniyat bog'chani yo'lida butun bolalar o'tardi, maktabga o'tishardi. qishda o'tib bo'lmaydi. Man loy kelasam chuqur dub batib nima qiladi? Suv chachiraydi. Man devorlarimni qachon chiqarib oldim. Mayli, bolalarni nima chachib tashlayapti. Bolalarning ustiga tushib ketib qolmasin deyapmiz-da yoshlarimiz. O'shani men aytdim. Oldingi mahalla komiteti zam hokim Bu ham kirgan. bo'ladi. Keldim ham. Endi kecha bola keldi, boshqa zam hokim bo'libdi. Yordamchisi boshqa bo'libdi. Hozir kutaylikchi rahbariyatiga aytdik-ku, keling dedim, ko'ring dedim, ko'rsating dedim, aholi bilan gaplashaylik dedim. Hozir kelyapti deyishdi-yu. Endi kelsinchi bir gaplashaylikchi, nima gap, nima so'z? Mana shu nimani mahalla komitet qilib berish kerak. O, unadan mayda to'xtatib qo'ygan, mayda to'xtatgan mana. Mana shu. Mana shuncha joy qolib ketdi mana. Shaharda ichida tursak, qanday qishlar nima obod bo'lib ketyapti. Shaharning qoq o'rtasida turib mana shu ahvol bo'lyapti. Nima qilaylik? Yo, mana aytishdi, zo'r qilibdi, kimdir yozgan bo'lsa. aholini roziligini olmasdan quribdi. Hech bo'lmasa aholi uchun sharoit yaratib bersa bo'larmidi? Mana hozir aka so'radingizmi? Ha, gaplashdik. Norozimi? Norozi ekan. Hech kim rozi bo'lmagan ekan metan zapravka tushayotganda. Sizga hali aytdim-ku, hech kim rozi bo'lmagan. Qayerdan nima deydi, unaqa o'shalar nima qilgan, o'sha mahalla komitetda kim bo'lgan oldin, kim qo'l qo'ydirgan, nima qilgan, qayergacha asfalt qilgan, u ma'nuni nima qilgan, endi o'zlari biladi. Qolgan narsa. Tushunalik ota. Tushunalik. Hozir kutaylikchi bo'lmasam, kesinchi bir qator sizni ham chaqiramiz mana. Bir qator eshitadi dedilar. Eshiting, marhamat deyman, qo'yib beraman. Ya, oldin siz unga ko'rsating mana nima qilgan. Baqa kelsin, men shuni kutyapman-da, baqa keladi. Shu masalani kim ko'tardi? Mana bizga tashlab beryapti. Mana shu yerda aholisi endi yaxshi ko'rinmaydi o'zi. Aholini mana aholini mana shu yerda aholi o'zi tashlab beryapti bizga. Iloji yo'q, o'rganishga kelyapmiz-da. Yaxshi bo'pti-da, yaxshi qilibdi tashlab berib. Yaxshi qilibdi. Mana shu ahvolda qoling. Assalomu alaykum aka. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysiz, tinchmisiz? Aka Elyorbek, men Familjon Tojiboyev, Antikorrupsion axborot vositasini mas'ul muxbiriman. Bizni murojaatlar botiga murojaat kelib tushgan ekan, hali befarq bo'lmagan bir fuqarodan. Mana shu yerda mana shu yerda tashlab beryapti devorda. Haqiqatan ham abgor ahvoldaligini ko'ryapman kelib, o'rgangin deyapti-da, mana devorlar taylari nurab yotibdi. Mana asfalt ham bo'lmagan. Nima yomg'ir yoqqanda menda videosi bor. Hamma yo'llar mana yerda suv bo'lib ketadi. Mana shu yerda polni suv bo'ladi, asfalt qilinmagan bu. Shu yerda yashaysiz, Ha, mana shu meniki. Hozir bir minut. Metan zapravka qurilayotganda shaharsozlik norma qoidalari bo'yicha aholi yashash punktidan 1 kilometr uzoqlikda qurilishi kerak. Bundan xabarimiz bor. Aholini roziligini olish kerak. Bizdan olgan yo'q, mana shu yerda birorta qo'shilgan olgan. Mana shu yerda yashayotgansiz. Bir devor ekansiz. Mana Olmasdan turib yoningizga quryapti. Ha, qurib mana foydalanishga. Xo'p, quribsan deylik-da shularga, quribsan deylik. Aholiga hech bo'lmasa sharoit yaratib berish kerakmi? Sharoit yo'q, bezo'chirdan mashinamizga quyganimiz ham yo'q, misolchi yo'q, boshqa tomondan ham sharoit Yo'q, obodonlashtirish hech bo'lmasa zimmasiga olish kerakmi? Eshik tayini mana u qishda o'chirib qo'yganda haligi semishga po'choq nimalar tushadi-ku, Bu yo'q. oldin tozalab qo'yilar. Yo, oldin Bu yo'qchi. Bu tomon tugur oldin tozalashmayapti mana. Mana shu ko'chamiz, mana shu ko'chani boshi bor-ku. Hamma yo'q musor bo'lib ketadi. Ko'rdim hozir, ko'zim bilan ko'rdim. O'chirib bo'lganda siyib tashlashyapti. Mana meni ko'cham, mana shu burchakka, mana shu tualet bo'lib ketadi. Bittasini haydasangiz, ikkinchisi ag'dan siyib ketadi ko'chaning ichida. Demak, hozir men rahbariyatiga xabar berdim aka. Kelsin, ko'zi bilan ko'rsin. Bizdan ruxsat olgan yo'q mana shu xo'jaliklar bo'lgan bo'lsa, mana shu tomon bor-ku mana. Mana bu qo'shilib. Yo'q, birortasi ham ruxsat olganligi to'g'risi Biz qo'l aytmayapti. qo'yganmiz yo'q. Misol uchun, buni mahalla komitetiga eshitganmiz, yig'ilish bo'lgan, bilmaymiz kimlar qo'l qo'ygan. Battar mana shu ko'chada yashaydigan odamlar qo'l qo'ymagan deb eshitganmiz. Qandaydir nima evaziga qo'yishgan bilmadim. Tushunarli. Hozir rahbariyatini ozgina kutaylikchi. Kelsa keldi, kelmasa salqin tarafga o'tib oling, devor tarafga. Og'anasi siz bilan meni ustimga tushsin shu devor. Asoslab beraylik. Yaxshimi so'pat charchamaysiz, shu yerda yashaysizmi? Ha, shu yerda yashaymiz. Metan zapravka qurilayotganda rozilik so'raganmi sizdan? Yo'q, so'ralmaganda. Qani uyingiz, qaysi biri? Mana meniki.
mana shu 2 etajli siz uy bir devor ekan sizda. Necha marta telefon qildik, necha marta ariza qoldirdik. Mana ahvolni ko'ryapsizmi? Devor tagini yo'qligini ko'ryapsizmi? Mana metanni hududi ekan. Endi eski paxta zavodida o'rniga qurgan, deylik metan. Tagi yo'q. Bu ertaga bironta bir yoshlarning ustiga tushib ketishi mumkinmi, mumkin emasmi? Mumkin, 100% biz buni ham aytganmiz, qilib beraman. Necha marotaba aytgansizlar? Rosa ko'p kirganmiz. 2 yil davomida. Bir Aholini yil kirganmiz. eshitmayaptimi? Eshitgan yo'q. Tadbirkorimiz. Yo'q, eshitgan yo'q, umuman eshitgan yo'q. Aholining roziligisiz metan zapravkani quryapti. Sizlar tomonidan qilinayotgan e'tirozni eshitmayapti. Eshitmayapti. To'g'rimi? Biz bir yil necha marta telefon qilib portallargacha chiqib boshlig'iga kirsak eshitishni ham xohlamadi. Umuman. Kim ekan rahbari? Bilmaymiz ham kim. Hozir endi ishchilar orqali yetkazdik-ku, agar telefonlari bo'lsa beringlar, bormi telefon? Yo'q, Hammasizlar. Ishchilar orqali yetkazdik hozir. Mana endi aholi hech kim to'plaganimiz yo'q biz. O'zi aholi kelganimizni bilib uzoqqa borish shart emas. Bir devor qo'shnisidan kimligini bilsangiz bo'ladi deydi-ku eskilar. Hozir bilamiz endi kesinchi keladimi, kelmaydimi. Yana ishchilari zo'r. Urgani quyilab, signal chalishadi-da, o'chirga turishganlar. Biz urgani yugurishadimi? Urgani yugurishib shunaqalargacha bo'ldi bizda. Zapravkada. Signal chalganlar to'g'risida e'tiroz bildirsalaring, zapravkani ishchilari urgani yugurishadimi? Tashqariga biz javob bermaymiz. O'zimizning hududimiz reshotkani ichiga javob beramiz deydi. Necha marta kirgan bo'lsak. Batlar qishda hojatxonada devorlarimizni tagi. Ha, aytishdi. Aka kelishar ekan, rahbarlar kelishmas ekan. Ha, kelishmas ekan. Nimasi ham yo'q. Ish yurituvchisi ham kelmaydi umuman. Mana eshityapsizlar aka. Aholida hammada bir xil gap. Zapravka qurilayotganda rozilik olinmagan ekan. Bir devor qo'shnilardan. Rozilik olinmasligi Shenkani talablari bo'yicha o'zlaring bilasizlar. Zapravka qurilayotganda siz bilaman operatorsiz, baribir siz orqali yetkazasiz-da bar rahbarga. Shenkani talablari bo'yicha aholi yashash punktidan 1 kilometr uzoqlikda quriladi shoxobchalar. To'g'rimi? Quriladi. Aholining roziligini olmaganligini, mana roziligini olganligini inkor etyapti aholi. Agar aholining roziligisiz qurilgan bo'lsa, qaror osti normativ hujjatlari buzilganlik hisoblanadi. Ya'ni qaror bekor bo'lishiga asos bo'ladimi? Yo'q, endi o'zi asli qaror osti hujjat bekor bo'lib tursa, noto'g'ri qilingan bo'lsa, qaror buzilishiga sabab bo'ladi-da. Qaror buzilgandan keyin zapravka noto'g'ri tushgan bo'ladi. Aholi so'rayapti. Aholi aytayaptiki, mana bu yerda men sizlardan oldin gaplashdim, aka, meni ham manfaatim yo'q, xolis Alloh. Sizlar ham tadbirkorlik qilinglar. Aholi aytayapti, xo'p, mayli, roziligimizni olgan yo'q. Devorni qarang ahvolni. Akajon, mana qarang. Bir necha marotaba aytildi, oxiri yoritishga majbur bo'ldik deyapti. Siz o'zingiz farzandlaringiz bor, akajon? Mana shu yerda o'ynatgan bo'larmi deysiz? Mana shu yerda farzandlaringiz o'ynagan bo'larmi? Aytib to'g'rilatiribmiz. Endi eshityapmiz aka. Bu mana aka o'zlari marta kirishgan, mana oldin hozir kirgan. Zam hokim necha marta kirdi? Yo siz bo'lmagan bo'lsangiz boshqa. Men endi eshityapman. Siz eshitgansiz. o'zi bu hudud sizlarga qarashlimi? Hozir ba'zi ko'rinmayapti. Narada devolingiz bor yerda. Katta joy ekan. Agar nima bo'lmasa, bizga qarashli demasalar ham, bo'lmasam bir kichik zonani tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha taklif kiritaylik, bo'sh bo'lsa sizlarga bo'lmasa. Mana tadbirkorlarga olib beraylik. Aytaylik, tadbirkorlar hozir mana yerga zor. Bularda bitta aka iltimosi bo'lyapti. Biz roziligimiz olmaganiga yarasha hech bo'lmasa maytlarimiz bir obodonlashtirib, bir asfaltlashtirib, mana shu devorni o'g'nab bersin deyapti. Roziligimiz olmagan-ku deyapti. Qo'llalamizmi aholini? Siz ham aholi, bular ham aholi. Rahbarlarga yetkazamiz shu devorlar Shu rahbarga yetkazamiz, hech yetmadi-da rahbarlarga shu gaplaring. Sizlardan oldingi 2 yil oldin Alisher degan odam ishlaganda tozaligimizni ham boshqamizni ham qilib bergan. Mana shu asfaltlarni, masjidlar qilib beraman dedi, lekin o'zi ishchiligi uchun qilib bera olmadi. Divanlarda turmanglar, qo'qasa odammi? Boshdan qo'qamani, sog'mani. Va aka, bularni birontasini ham tanimayman akajon. Masalamda sizlarni ham tanimayman, bularni ham tanimayman. Ijtimoiy tarmoqlarga berishgan holat bo'yicha o'rganishga majburman-da aka. Meni ishim o'rganishda. O'rganib beryapman, o'rtada xolis turibman. Kim bergan bo'lsa malades. Shuncha yugurdik bo'lmadi.
endi shu bir og'iz nima bilan bo'lyapti endi hisobda. Shuncha arzdodimiz yetib boryapti ekan. Qancha vaqt talab qiladi aka rahbarlarga yetkazishimiz shu holatda? Ertaga aytamiz. Ertaga? Ertagacha agar ko'ramiz endi ertagacha bo'lmasam bironta bir tabiiy ofat bo'lib qolmas, bir devor pevol o'g'nab ketmasa xudodan so'rab turamiz yaxshi. Aytishdi, o'tgan yili nima qilishgan, devor masalasi ko'tarilganda ular aytdiki, devorni nariga olib, chiroyli qilib boshqa Ko'chani kattalashtirib beramiz degan ekan. Ko'chani kattalashtirib, orqaga yurib, Mayli, asfalt qilib beriladi chiroyli deyilgan ekan. beramiz. Biz ko'rganmiz u. Sizlarda nima qilib xotinlar ketganda, sizlar nima qilmaymiz degan, bezovta qilmaymiz, nimalar ozor bermaymiz degan sizlarga. Shunaqa gap bo'lgan. Sizlar qavga ha bo'libdi deganmiz, mana o'shanda men necha yil bilmayman. Bu devorda nariga olib, chiroyli qilib, nima qilib, mashta asfalt qilib beramiz deyishgandi. Xalq qabulxonasiga tavakkal akaga ham chiqqan edik. Dasht videolargacha tashlaganmiz. Trotuarlargacha to'sib olasizlar, mashina yo'llarida, katta yo'lda keladi bolalarimiz maktab paytida. Video syomka hamma yo'q bor qo'limizda. Kechqurun soat 1-2 gacha ishlaysizlar, signalda ovozdan biz uxlay olmaymiz. Tinchlik qilib beringlar, bitta odam qo'yilsa biz ishimiz bas bu deyapsizlar. Hozir xo'p bo'pti, yoz kunisida, hozir yo'q o'chir. Ertaga yana qish shu ahvol ishlaysizlarmi? Albatta aholi bor-ku. O'zi kim ruxsat bergan? Kim qo'l qo'ygan? Qaysi qo'shni qo'ygan? Olib chiqinglar, bir ko'raylik o'shani. Biz aslo o'sha hujjatni ko'rmadik. Mana trotuarlar qarang. Bola katta yo'lda, serqatnov yo'ldan yurib keladi. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisiga Farg'ona viloyat davlat xavfsizlik boshqarmasi raisiga O'zbekiston Respublikasi bosh prokuroriga Farg'ona viloyati prokurori Baxtiyor Ismoilovga so'rab qolamizki, mana hozir bu hali avjiga olgani yo'q, fuqarolarni mana birma-bir undan oldingi e'tirozlarni ham qo'yib beramiz. Xolis biz zapravka ma'muriyati bilan ham mana turibmiz, o'sha metan gaz quyish shoxobchasi ma'muriyati, o'sha operator xodimi rahbariyatini kutdik, kelmadi. Ertaga keladi deyapti. Aholi bir necha bor murojaat qilsa-da eshitmayapti ekan. Hududini ham ko'rsatdik. Agar imkon bo'lsa, hozirgi kunda mana Farg'ona viloyati hokimi Xayrullo Hayitboyevich tomonidan o'sha yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi nizom va farmonlarni qo'llab-quvvatlagan holatda hududida bo'sh yerlar ham bor ekan. Eski paxta zavodi o'rni bo'lgan ekan, qarovsiz ahvolda ekan. Agar imkon bo'lsa, tadbirkorlarga berish masalasini ham o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Agar bu yerga bir 20 dan ziyod tadbirkor sig'adi hududiga, agar hududini tadbirkorlarga beradigan bo'lsak, bu yer yanada yashnashi mumkin. Mana zapravka ma'muriyatiga bir emas, bir necha marotaba aytilishiga qaramasdan, zapravka ma'muriyati tomonidan befarqlik bilan qaralgan ekan aholining muammosiga. Shunga o'ylaymizki, yuqori turuvchi rahbariyatlar va tegishli idoralar O'zbek neft gaz inspeksiyasi holatga o'zlari qonuniy baho beradi degan umiddamiz va biz bu mavzuga albatta qaytamiz azizlar. Bizni kuzatishni davom eting. Rahmat. Антикоррупция.